Qo'y go'shtini xush ko'rmaydigan erkaklar uchun maxsus taom. Albatta, qo'y go'shtidan idishimizga zira, kashnich, murchni solamiz va ustidan chesnokni maydalab solamiz. Yana bizga kerak bo'ladi xushbo'y rayhonning yaproqlari, yog', уксус, aynan уксус va tuz. Tayyor bo'lgan massani go'shtimiz ustidan quyib, yaxshilab go'shtga yediramiz. Ustini selofan paket bilan yopib, xolodilnikka joylaymiz. Go'shtimiz 2 soatda maromida bo'ladi. Marinovka bo'lgan go'shtlarimizni yog'da orqa oldini qizartirib, chiroyli qilib pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, go'shtlarimiz pishmasidan yumshoqqina bo'lib turibdi. Go'sht qovurgan yog'imizni sitadan o'tkazib, ichidagi ziravorlardan xalos etamiz va qozonga yog'ni solib, ustidan go'sht hamda qora choyni solib dimlab qo'yamiz. Uyimizda Kirbola Livratitala Lux kapsulasida hamma kirlarni ovqat pishguniga qadar yuvib oldim. Uyimizdan shirin go'sht va tozalik ifori kelib turibdi. Go'sht 4 soat ichida so'ygidan go'shtlari ajrab ketadigan darajada yumshoq bo'lib pishib chiqdi. Odatda erkaklar qo'y go'shtini iforidan biladi, lekin bu usul bilan tayyorlangan go'shtdan hech qanday qo'yning ifori kelmaydi.